Tayxun oyoqlarini ishlata olmaydi. Yo'lda Ey yurganda Xudoyim, ehtiyot iltimos. bo'lishingizni so'raymiz. Yomg'ir yog'dirsenchi. Ay, yangiliklarni ko'rdingmi? Keyingi 2 hafta ob-havo ochiq bo'lar ekan. Ha? Yaxshi bo'ldi-da, boru yomg'irda kameraga olish rosa qiyin ish. Aytgancha, sen aytgan sirli rejang qanaqa edi? Sabrim yetmayapti. Hazillashayapsanmi? Yomg'ir bo'lmasa, hammasi tamom bo'ladi-ku. Unaqada bu yerda jang qilishdan ma'no yo'q-ku. Agar oyoqlarini ishdan chiqara olmasin, oddiy odam uchun taekvondochini yengish imkonsiz ish. Unda yana yo'q. A? Nima bo'ldi? Xoy, Xobbin! Bo'ldi. Taslim bo'laman.